Salam, hormatly yurtdoshlar. Biz bu Excel kursimizda siz bilan shertli adada sanamak funksiyasini geçeriz. Shertli adada sanamak bo'lganda nayli bo'lya? Eğer inglizcha bo'lsa count if bo'lya, ya'ni shayla. Eğer shu shart yerine yetse sani demak anglatyar. Eğer ruscha bo'lsa shot yesli bo'lya. Endi keling misolni ustidan seyretelim. Shayla deylik. Qo'y bu yerda tertib belgimiz bo'lsin. Endi bu yerda o'quvchimiz bo'lsin. Her o'quvchining necha charaklikda necha tani 5, necha 4, necha 3, necha 2 alanini barlamak istasak, unda o'quvchi deyasiz. So'ngra sapaqlan adlarini yozaling. Ximiya, biologiya, fizika, matematika, rus tili, ingliz tili. İngliz tili. Şöyle yazacağız. Endi qaysi sig'mat bo'lsa shular ulotib chiqamiz. Endi bu yerda 5lik soni, 5lik, 4lik, 3lik, 2lik. Tertib belgi qo'y deylik. 10 sonli o'quvchimiz bo'lsin. O'quvchi 1, o'quvchi 2. Bular ham aşağı chekamiz. Onu cheni. Endi baholarni qo'yib chiqaling. Bizlar 5, 4, 5, 4, 5, 4. Deyli 2, 2, 3, 3, 4, 5, 3, böyle 4, 5, 4, 3, 2, 2, 5. Gelin shularni kopyala alıp koyalım. Ctrl+C bilan yordam glavnida shu yerda koprovka bilan koprovkalab bilasiz. И shu yerga ham enter bossak, o'zini ham kopyalayapti. Bu yerga saylaysiz, Ctrl+V ni yordam вставить bosib bilasiz shu yerdan. Yana kopya edelim. Kopya. Shu yerga enter bosasiz. Yana kopya. Nira qo'yasizga esa shu yerlarni saylaysiz, вставить. Yana kopyada dur. Yana saylab вставить. V ni bosib, yana shular saylab вставить bosib bilasiz. Shu yerga вставить bosalar. Bu yerda chiqqanlar bor, ular o'chirili. Bu yerga o'zimiz yozib chiqamiz. 5, 5, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Endi nakil etmeli. Dengdir qo'yasiz. Ya da shol o'ychuk saylayasiz. Shu qaysi o'ychuk qo'ymoqchi bo'lsak, so'ngra shu yerda formula kelib, logichning ichida stavit funksiyadan saylab bilasiz. Nima pon alfavitini qo'yib, shu yerga S harfini barali. Shu yerda shot yesli. Bu yerda nimani ko'rasiz? Diapazon, ya'ni araliq. Qaysi araliqdan kriteriya deya qaysi eğer shol o'ychuk nima deng bo'lsa, shol o'ychuk hisob olinadi. Bizda shu vaqt 5 bo'lgan uchun eğer 5 deng bo'lsa hisob ol deysiz. Okey. 3 sonli 5lik bor deb hisob oldi. Bu yerga biz so'z adam yozib bilasiz. Shu yerga qo'shimchalarning ichida so'z ham yozib bilasiz. Endi shuni aşağılıqni cheksak, ne 1 son 4lik bor. 1 sonni berdi içi 0. Görüşümüz yerda o'zi to'shundakin sanab chiqdi. Endi 4lik ham shu aytyapsiz, dengdir. O'zimiz yozib olamiz. Shot yesli. Ne? Aralık o'tkazasiz.
Neşerde otur koymalı diye otur koyas. Käbirlerinde 2 nokot vardır ya nokotlattır. Haysını koymalı diye görkezýänse şonu koymalydyrs. Otur koyas. Kriteriýamyzam indi 4'lük. Enter basýas. Ştan 4 bar eken. Indi ýene-de deňdir. Şerik şot ýesli. Aralygy saýlaýas. Otur. Indi 3'lük. Enter basýas. 0 sany. Indi deňdir. Şot ýesli. Saýlaýas. Otur. Otur indem 2'lik. 0 sany 2'lik we 3'üni birde saýlap aşagyna çekýäs. Görüşimiz ýaly 3'ünem nämetdi şol aralyga görä özü kopýalady. Indi oňdan lap bilers tablitsamiz islega görä. Goýup bilers, ramka goýup bilers, ullugyny ulanyp bilers, ortadan ýazdyryp bilers. Sığmadyklaryny, aralyk gereklerini goşup bilers. Görüşimiz ýaly bizim tablitsamyzam taýýar boldy. Şot ýesli funksiýasyny öwrendik. Eger inglizce bolsa onda count if funksiýasyny ulanyp bilýäňiz. Şunluk bilen sapamyz geçip gutarýas. Endiki sapaklarda görüşýänçe hoş, sag bolun.